Mana quroq darslarimizni yana boshlaymiz. Sog'liklaringiz yaxshimi? Mana bugun bu qurog'imizni 4 xil rangdan quradik. Ya'ni qizil, siyoh rang, oq va bejli ranglardan quradik. Bunga 2 xil rangdan foydalansak ham bo'ladi. Mana masalan siyoh rang ketyapti. Oq, yana siyoh rang, yana oq ketishi mumkin. Hali 2 xil rangdan ham yana hal tikib ko'rsataman. Chiroyli ranglardan. Hozircha mana shu 4 xil rangimizni, ya'ni bu qurog'imizni kamalak deb nomladik. Xuddi kamalakka o'xshab 4 xil rang. Boshqa ranglardan foydalansanglar ham bo'ladi. Mana bularning o'rniga faqat bitta o'tkir rang, bitta ochiqroq rang, bitta o'tkir, bitta ochiqroq rang bo'lsa, o'tkir ranglarimiz aniq ko'rinib turadi, chiroyli bo'lib. Bizga bu uchun oldingi quroqlarimizda bular uzun 2,5 santimetrli lenta emas. Bu nafaqat lenta, uchburchak lentalardan foydalanamiz. Bunda faqat uchburchakdan. Mana bizga boshlanishiga mana 3 ga 3 santimetrli 4 xil rangli burchak, 4 burchak. Mana 3 ga 3 bu ham 3 ga 3. Hammasi 3 ga 3 qirqib olingan, rovna qilib. Keyin mana uchburchaklarimiz mana har bittasini hal qo'yayotgan paytda santimetrlab aytib o'tib ketaman. Daftarga yozib olmasanglar, hammasi har xil. Mana bu o'rtacha, bu kattaroq, bunisi bundan ham kichkinaroq, har xil razmerlari. O'sha uchun bitta aytib o'taman hal qo'yilayotgan paytda, hozir shart emas. O'shanda ruchka bilan qog'ozga yozib olsanglar bo'ladi. Kamalak qurog'imizni boshlaymiz. Buning uchun bizga mana 4 burchak oq surupimiz kerak bo'ladi. Har doimgidek buni markazini o'lchab olamiz. 2 ta qilib chizib olardik har safar. Bu safar endi mana 6 bo'lakka bo'lib olganmiz mana. 8 bo'lak ekan. Mana bir tomon 1 2 3 4, 1 2 3 4. Mana bunaqasiga qilib bo'lib olasizlar. Keyin mana bunaqasiga qo'yib tikiladi. Mana bu yerda mashinka yuriladi. Hozir bu emas. Birinchi biz 4 burchaklarimizni yopishtirib olamiz. Mana bu 4 burchaklarimizni hammasini mana siyoh rang bilan oq rang mana pati pastga qaragan bo'lish kerak. Shuni buni qilib olamiz hammasini, patini pastga qaratib, mana qizilni ham pati pastga qarayapti. Bejevini ham mana pati pastga qarayapti. Mana buni birlashtirib, keyin buni birlashtirib olamiz. Endi tikishimizni boshlaymiz. Mana birinchi siyoh rang bilan oqni birlashtirib olamiz ikkalasini. Ikkalasini birlashtirib olamiz va buni olib qo'yamiz. Endi buni birlashtiramiz. Pati pastga qaragan bo'lishi kerak. Bu matolarimiz turk villori dan foydalanyapmiz biz hozirda. Mana tikib oldik. Endi ikkalasini ham ochib bir-biriga yopishtirib tikib olamiz. O'rtasi faqat mana pelusi to'g'ri kelish kerak bir-biriga. Mana pati pastga qarab, bu ham pati pastga qarab. Endi mana bunaqasiga bitta oqni, bitta qizilni qo'yamiz mana. Mana o'tkir rang bilan qizil bilan oqimiz, bejli bilan siyoh rang kelyapti. Ikkita rang, o'tkir rang bir tomonga tushib qolmaslik kerak. Mana o'rtasini pelusini to'g'ri qilib olib kelib, qiyshiq ketmaslik kerak. Tikib olamiz. Buni bir tikib olish juda bir nozikroq anaqa siljib ketaveradi. Juda ehtiyotkorlik bilan qiyshiq chiqmaslik kerak. Qiyshiq chiqsa, siljib ketsa, keyingi inoda to'g'ri chiroyli chiqmay qoladi. Shuning uchun yaxshilab totirib tikib olamiz mana. Mana o'rtasini qarab yaxshilab tikib olamiz qo'yib. Tekst chiqdimi yo'qmi qaraymiz. Agar tekst chiqmagan bo'lsa, mana to'g'ri chiqibdi bizda.
faqat orqasiga ham qaraymiz. Mana orqasida sal noroq ketgan. To'g'ri qilib chiqarmasanglar, to'rtburchak tikkan payti orasida havo qolib yaxshi chiqmay qoladi. Shuning uchun mana tekis to'g'ri qilib olamiz. Mana pelusimiz to'g'ri chiqdi. Endi buni mana matomizga, mana chizib olgan matomizni o'rtasiga, bunaqa to'rtburchak emas, bunaqasiga mana e'tibor beringlar, mana bunaqasiga qo'yamiz va bu burchagimizni tikib olib, to'rtburchagimizni yaxshilab tekislab tikib olamiz. Mana bu tikilayotganda e'tibor beringlar. Mana bu chiziqdan chiqib turish kerak. Mana bu o'rtada chizig'imizdan bu yonboshga qarab chiqib turish kerak. Mana bu yerda mana bu chiziqdan bu yoqqa ozroq chiqib turibdi. Bu tomoni ham mana bu chiziqdan mana chiqib turibdi bu yoqqa. O'shanday qilib tikib olamiz. Endi buni qotirib tikib olamiz, qo'yib. Chiziqlarimiz chiziqqa to'g'ri kelish kerakda. Endi buni olamiz. Mana ochamiz. Mana ochdik. Endi bu tekis bo'lib yaxshi qotish uchun 4 tomonni aylantirib tikib olamiz birinchi, hali uchburchaklarimizni yopishtirmasdan oldin. Mana tekislab tikib olamiz. Mana yaxshilab qotib turish kerak, tekis bo'lib. Orasida havo qolib ketmaslik kerak. Havo qolib ketsa tekis chiroyli chiqmay qoladi. Mana bizda to'rtburchagimiz hosil bo'ldi. Mana hosil bo'ldi. Endi bunga burchaklarimizni yopishtirib ketaveramiz. Bitta-bitta hammasini yopishtirib ketamiz. Mana bizga uchun mana hozir mana qaranglar. Siyoq rangga siyoq rang burchak qo'yiladi. Mana kichkina burchagimiz. Bu burchagimiz mana bular 3 ga 3 edi. Endi bu 6 santimetrlik 3 burchak. Mana 6 santimetr. 6 santimetr qilib qirqib olganmiz biz buni. 6 santimetr to'rtburchak qilib o'rtasidan bo'lib olganmiz. Yarimtalik 3 burchak qilib. Mana endi buni qo'yamiz. Mana tukiga qaraymiz, pastga qaratib. Mana tikib boshlaymiz. Mana siyoq rang kelganda siyoq rangni qo'yamiz. Burchagimizni mana 3 burchagimiz o'rtada turish kerak mana. Mana bu chiziqqa to'g'ri borib, mana bu o'rtasida burchagi tursa, o'shanda to'g'ri chiqadi. Burchagimiz to'g'ri chiqadi. Mana. Mana shu burchak o'rtaga kelish kerak. Tekis tikilishi kerak. Mana qaraymiz hozir. Mana ochamiz. Endi mana bejoviy rangga keldik. Bejoviy rangdan 3 burchagimiz bu ham 6 santimetr. Birinchi aylanaga 6 santimetrli. Ikkinchi aylanan keyin yana aytaman hozir. Bu yozib qo'yinglar daftarga. Birinchi 3 burchagimiz 6 santimetrdan. To'rtburchaklarimiz 3 santimetrdan. Mana endi qaraymiz, to'g'ri tikildi. Endi buni qo'yamiz. Bu bejoviy ham mana 3 burchagi mana burchakka kelish kerak. O'rtaga pelusga to'g'ri tushish kerak. Mana to'g'ri tushdi. Tikishimizni boshlaymiz. Mana tikdik. Mana ochamiz. Endi yana davom etamiz qizilimizdan. Biz ko'proq tikib qo'ydikmi deyman. Burchagimiz to'rtburchak chiqmay qoldi. Olib tashlaymiz. To'xta. Mana olib tashladik. Endi buni to'g'rilab tikamiz. O'rtaroqqa kelib qo'ydi bizniki. To'rtburchak bo'lmay qoladi shunda. Shunda olib tashlab qaytadan qilaveramiz. Hech qisi yo'q. Juda unaqa nozik bu siljib ketaveradi. Juda joyiga kelmasa chiroyli chiqmaydi qirog'imiz. Shuning uchun o'ta hushyorlik bilan mana endi bo'ldi mana.
Endi qizilimizni davom ettiramiz. Qizil uchburchagimiz, mana qizil uchburchagimizning patini pastga qaratamiz. Patini pastga qaratib, mana qizilga kelganimizda qizil uchburchakni qo'yamiz. Mana qo'yamiz. Buni ham mana uchburchagi mana o'rtadagi chiziqqa kelish kerak mana. Biz mana bu chiziqlarni bekorga chizib olmadik. Mana burchaklarimiz burchakka kelish kerak mana chiziqlarning ustiga. Mana bu mana bu yoqqa kelyapti. Kelish kerak shu chiziqlarga. Endi tikishni boshlaymiz yana qizilda. Qizilimizni davom ettiramiz. Tikilganda ipimiz tekis chiqishi kerak mana. Endi oqdan davom etamiz, oqdan. Mana siyoh rang binafsha tikildi. Oq rangi uchburchakli rangimiz ham, oq rangimiz ham mana patini pastga qaratamiz. Bu ham 6 sm. Hammasi 6 sm dan qilib olingan. Balki bundan kichikroq xohlasanglar 5 sm qilib olasizlar. Unda o'rtadagi 4 ta to'rtburchagimiz 2,5 sm dan bo'ladi. Hozir meniki 3 sm bo'lgani uchun birinchi boshlagan to'rtburchagim 6 sm qilib olganman mana bu uchburchaklarni. Agar 2,5 sm bo'lganida men 5 sm qilib olardim uchburchaklarimni. Endi mana bizda to'rtburchak hosil bo'ldi mana. Endi xuddi shunday davom etib ketaveramiz, faqat uchburchaklarimiz 6 sm dan kattaroq bo'ladi. Mana bu hozir 6 bo'lgan bo'lsa, endigi uchburchagimiz 7 sm dan qilib olingan. 7 sm. Mana biz qizildan boshlaymiz. Boya ham qizildan boshlagandik. Mana qizil 7 mana 7 sm patini pastga qaratib mana boshlaymiz yana. Xuddi shu tarzda davom etib ketaveradi, faqat endi mana bu burchak, mana bu yerda hosil bo'lgan burchakni oldidan tikilishi kerak. Orqaga yoki oldinga o'tib ketmaslik kerak. Burchakni yopib ham qolmaslik kerak. Mana. Bunda ham mana qaraymiz, burchakka kelish kerak mana bu chiziqqa. Mana ya'ni mana shu chiziqqa to'g'ri kelyapti-da bu burchagimiz. To'g'ri kelish kerak. Mana endi tikib boshlaymiz yana. Ko'ramiz. Mana burchagimizni yopib ham qolmadi, o'tib ham ketmadi burchakka. Mana shu holatda tikilishi kerak. Yopilib ham qolmaslik kerak, ortiqcha bo'lib ham qolmaslik kerak. Yana bir tekislab yuraveramiz. Tekis qilsak, ya'ni 2 martadan tiksak mustahkam bo'ladi, doim ham aytganman. Mana yopib ham qolmadi, burchagimizni oldida turibdi. Shunaqa bo'lishi kerak. Endi oq burchakka keldik. Oq burchagimizni davom ettiramiz. Burchagimizni mana bu ham 7 sm. Hammasi 7 sm dan ikkinchi qatorimizniki. Mana buni ham qaraymiz. Mana burchakka mana bu chiziqqa kelish kerak va davom etamiz tikishni. Tekis tikilmasa yoki burchagimizni yovib qolsa mana yoki yetmay qolsa qaytadan yana to'g'rilab tikib olish imkoniyati bor mana. So'tib o'tirishning hojati yo'q. Qaytadan mana to'g'rilab qandaydir xatolik ketgan bo'lsa yoki tekis tikilmagan bo'lsa, sichib ketadi bu matolarimiz. Mana qaytadan yana to'g'rilab tikib olaveramiz. So'tib tashlash shart emas. O'zlaring vaqtlaringda ovora qilib, qilib o'tirish kerak emas. Mana endi siyoh rangga keldik. Mana siyoh rang bu ham 7 sm. Buni ham xuddi shunday qo'yamiz. Mana qo'yib, mana burchakka mana bu chiziqqa to'g'ri kelish kerak. Qaraymiz mana. Bizni oldinroqqa chiqib ketyapti. Orqaroqqa tortamiz. Mana tagidan ko'rib turib chiziq tikib olamiz. Mana tikib oldik. Mana ochamiz endi, ochib ko'ramiz mana burchak. Hammasi burchakni oldida, yopib ham qolmagan, orqada ham qolmagan. Mana. Endigi navbat bejeviy rangimizga keldi. Oxirgi rangimiz mana bejeviy.
Mana bu yer bejevga qoldi. Qizilni boshladik. Mana endi bejevga qoldi. Bejevidan oxirini tugatamiz. Mana bu yoqda yana bir tekslab tikib yuboraylik. Endi bejevga davom etamiz. Juda qulay, oson, qiyin emas. Faqat o'rtadagi boshida to'rtburchakni aytdim-ku, nozikroq, shuni yopishtirish qiyshayib qolmasligi kerak. Ichida havo qolib ketsa, unaqa qilsa to'mpayib xunuk chiqib qoladi, yaxshi chiqmaydi. O'sha uchun boshini to'g'rilab tikilsa, bu yog'i o'zi ketaveradi, bu yog'i qiyin joyi yo'q. Mana qarang, bizda mana sal orqaroqqa ketyapti. Mana burchak ustidan tushmayapti. O'sha uchun yana oldinroqdan tikib yuboramiz. Hech qisi yo'q. Mana oldinroqdan tikib yuboramiz. Endi mana burchagiga keladi. Mana burchagiga keldi. Endi biz 3-qatorimizni davom ettiramiz. Mana birinchi 3 burchagimiz, ikkinchi 3 burchak, endi 3-chi 3 burchak. 3-chi 3 burchaklarimiz yozib olayotgan bo'lsanglar, birinchi 3 burchagimiz 6 sm bo'ldi, ikkinchi 3 burchak 7 sm bo'ldi. Endi 3-chi 3 burchagimiz 8 sm. Mana 8 sm. Bunisi 1 sm kattaroq. Boya 7 edi, endi 8. Mana yana shu qizildan davom ettiramiz. Birinchi boya qizildan davom ettirib kelyapmiz. Mana 8 sm 3-chi 3 burchagimiz. To'g'ri qo'yamiz. 3 burchaklarimizni yopib ketmaslik kerak. Bu tomoniga ham qaraymiz, e'tibor beramiz. Va tikishni boshlaymiz. Mana. Tikib ko'ramiz. Mana 3 burchagimiz yopgani ham yo'q, orqada ham qolgani yo'q. Normada tikildi. Endi oq 3 burchagimizga o'tamiz. Oq 3 burchagimiz ham 8 sm. Oq 3 burchagimiz. Buni ham tekislab tagini tortib qo'yamiz. 3 burchakka kelish kerak. Orqaroqqa tortamiz. Mana bunday qilib tikib ko'ramiz. Mana tikib boshlaymiz. Adashmaslik kerak. Oq rangga kelganda oqdi. Binafsha rangga kelganda binafsha rangni davom etib ketaverasizlar. Hech qanaqa joyi yo'q. Mana bizda mana burchaklarimiz yopilmay to'g'ri chiqyapti. Endi siyoh rangimizga keldik. Mana 8 sm. Bu ham siyoh rangimiz ham 8 sm. Mana bunga burchakka keldi. Tikamiz endi. Mana sal orqaroqqa ketib qolmaslik kerak. Mana burchak to'g'ri chiziqda, ya'ni mana bu burchakda davom etish kerak. Mana chiziqda. Shunda to'g'ri bo'lgan bo'ladi. Tikib oldik. Ko'ramiz qani. Mana to'g'ri bo'ldi. To'g'ri bo'ldi mana. Endi bejevý rangimizni tikamiz. Bejevý rangimiz tushib ketdi pastga. Mana buni ham qo'yamiz. Bu ham 8 sm. 3-chi qatorimizni hammasi 8 sm dan. Mana qaraymiz, bu yerga joy bor. Tikilishiga. Mana 8 santimetrli uchburchaklarimiz qo'yib olindi. Endi bularni hammasini atrofini aylantirib tikib chiqamiz. Mana juda chiroyli uchburchaklar hosil bo'ldi bizda. Mana uchburchaklar hosil bo'ldi. Santimetrlarni yozib olgan bo'lsangiz, endi 2-4 tomonini yopishtirib tikib chiqamiz qotirib, har doimgidek.
qilib oldik. Endi bu unimizni qirq olamiz atrofini. Ortiqcha tarafini hozir o'lchab ko'ramiz. Qani bizga necha santimetrlik chiqdi. Necha santimetrlik quroq kerak bo'lsa, o'shanga qarab kattartirib yoki kichkina qilib qirqib olaversalaring bo'ladi. Masalan, o'rtada to'rtburchagidan boshlanadi u razmer chiqarish. Mana bu to'rtburchaklardan boshlanadi. Hozir men 3 ga 3 qilib olgan bo'lsam, 2,5 ga 2,5 qilsam bo'ladi, lekin mana juda kichkina joy qoladi. Agar 2,5 bo'ladigan bo'lsa, to'rtburchagimiz kichkina bo'lib ko'rinmay qoladi. O'sha uchun men 2,5 qilmay 3 qilib oldim. 13 santimetr, 12 santimetr, har xil 15 santimetrlik qilib tiksa ham bo'ladi. Keragiga qarab, razmer keragiga qarab qilinaveradi. Uchburchaklarni ham xohlasa katta, xohlasa kichik razmerda qilib olaverishlaring mumkin. Sizga videolarimiz o'z vaqtida har doim birinchi bo'lib ko'rishlaringiz uchun kanalga obuna bo'lib, like bossalaring, birinchi videolarimiz sizga borib turadi. Eng yaxshi sara videolardan jo'natib darslardan master-klass o'tkazib turamiz. Mana tikildi bizda. Ikkalasini razmeri bir xil mana. Bularga yostiqlardan, ko'rpachalardan, hamma ulardan hozir masalan stollarga o'tiradigan yasab ko'rpachachalar qilish mumkin. Kichkina. O'shalarga foydalansa bo'ladi. Beshiklarga, chaqaloqlarga ko'rpacha, yostiqchalar qilsa bo'ladi. Har xil unida hozir keng foydalanyapti. Bunaqa quroqlardan yangi urfga kirgan. Mana hozir o'lchab ko'ramiz. Qani santimetrlab ko'ramiz. Mana bizda hozir 12,5. Yarim tikilganda 12 qoladi tayyori. Mana bunisini ko'ramiz. Qani bu necha chiqibdi? Hozir tikkanimiz. Bu 12 chiqibdi. 12 santimetrli. O'zi ko'pincha bizda 12 santimetrlardan foydalanamiz. Qirog'imiz qancha kichkina, ular razmerlari maydaroq bo'lsa, chiroyli chiqaveradi. Agar bular katta bo'lib, to'rtburchaklari ham, uchburchaklari ham katta olinsa, uncha chiroyli chiqmaydi. O'sha uchun biz maydaroq quroqlardan foydalanamiz. Endi kattaroq quroqlardan ham foydalansa, yostiqlardan foydalansa bo'ladi. O'rtaga 4 ta qilib qo'yish uchun. Mendaycha ko'rpachalarga maydaroq quroqlar chiroyli chiqadi. Sizga quroqlarimiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling va like bosing. Hammangizga rahmat. Kelgusi videolarda uchrashguncha.